Hürmetli vatandaşlar ve sizler, birinci videomuzda sizlerle e'tiborlarinizga 4. dahadan 4 qavatlı panelli domni 3. qavatında 2 xonadonlar alohida joylashgan kvartirani yo'latib o'tamiz. İçinde ayrım cihazlar qoladi, ayrimlari ketidan yozildi. Ta'mir ishlab qo'yilgan, podyezdlar ham akkurat ekan. Biz bularga giramiz. Girgandan beri pehoj zonasi, xonadonimizga ketidan vajib pilisosi, kir mashina, televizori, xoladan ketadi bo'lgan qon, hamma joy qoladi. Gilamlar, shkaflar, mebellar qoladi. Yanda yine spalnisi bo'ladi 3x4 razmerda. Bir de konditsionerlar ham bor. Avalon konditsionerlari, devorlari fonda azda. Bilasizlar, bu yerlarda gaz, suv, suvdan muammosi yo'q. Ajoyib mestada. Bu tarafda hojatxona qismi bo'ladi. Bu ham fonda. Bu tarafda zali joylashgan ishlari, yog'och ishlar ekan. 3.10 5.60 kattalikda. Bundan veranda qismini chiqsangiz bo'ladi azda, to'g'ri. Televizorga ketadi. Bu tarafimizda hurmatli vatandoshlar yuvinish xonasi joylashgan. Alohida suv nasozdan qo'yganlar. Davleniyachi yaxshi bo'lish uchun. Bu tarafda ovqatlanish mestasi oddelniy taxlangan chiroyli qilib, o'zi oshxona bo'lgan, oshxonaning verandaga chiqganlar. Verandada yine oshxonamiz joylashgan 6 metrlik veranda, 2.6 razmerda tushgan. Bir de azza gaz plita, mebellari, kolodon, bir de xolodilnikka ketadi. Kotyoli to'rida joylashgan. Demir kotyol, sirkulyasionniy nasozlar Azza xonadonni tez qizish uchun o'rnatganlar. Bundan yana zal qismi yeb chiqsangiz bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizni orientirni aytib o'tsak sizlarga, Urganch shahrimizda Avtodorожник kolleji yaqin yerda azda 4-dahada 4 qavatli panelli domni 3-qavatida 2 kvartirani ko'rib o'tdik birgalikda. Narxi 430 milyon so'm kelishidan yeri bor. Kelib, ko'rib, ustida sodasini qilib olsangizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Azizlar, hammira o'ngayli bog'cha, maktab yoki marshrutlar 18-19 marshrutda yurib turibdi. Shahrimizning markazida, shuningdek shaharning markazidan alohida joy qilib yaqinlaringizga video ulashib qo'ying. Biz orqali kelib joy yasalar foydamiz deganlar xursand bo'lamiz azizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi videoda görüşünce xayrlab qolamiz.